Alloh izni bilan rahmati, marhamati ila sizga tushuntirishni boshlayman. Erinmasdan, o'zingiz aytgandek erinmasdan video qilib tushuntirishni boshlayman. Juda ham zo'r qilib aytib qo'ydingiz. Haqiqatan ham bitta siz emas, ko'pchilik aytadi. Mana shu video qilib, bittalar vaziyatlarni chizib tushuntirayotganingizda zo'r tushunmaymiz. Avdiyolarda unaqa tushunmasdik. Ha, bu tanish, oldin ko'p gapirgansiz, lekin bunaqa darajada tushunmasdik. Hozir tushunishimizni oson qilib berdingiz. Endi bu hammasi Allohdan. Alloh ham menga mana shu narsalarni bildiryaptiki, men ham mana shu yo'nalishda tushuntirishni o'tib ketyapman-da. Xullas, hamma narsa Allohdan. Ana endi sizni ichingizdagi vaziyat, sizni qiynayotgan vaziyat va siz aytdingiz-ku, iltimos savol javoblarni pulli qilib qo'ying va bemalol savol bera olinglar, kutib o'tirmanglar konsultatsiyani deb. Konsultatsiya o'zi shu uchun-ku, baraka topkur. Xuddi savol beriladi-ku. Endi faraz qiling, sizga masalan men xo'p, davay, mana mashinchi bo'ladi, bitta savolingiz necha pul, savolga javob berish necha pul bo'ladi deysiz. Rosa qiziqda. Xo'p, mana shu savolingizga javob olish sizga necha pulga tushyapti mana masalan? Necha pul xohlaysiz mana shu savolingizga javob berishimni? Oxirida gaplashamiz, xo'p? Necha pul deb o'ylaysiz mana shu savolga javobni? G'alati-da, mana kimdir savol beradi-da, eng qizig'i o'zi shu savolga vaqti javob bilmaydi. Siqilib nechadir yildan beri qiynalib yuribdi. Men javob beraman. Buni narxi necha pul bo'lishi mumkin? Masalan. Eng qizig'i hamma bir xil savol bermaydi-ku. Bir xillarni bitta savoli men kun bo'yi ishlashimga to'g'ri keladi. Bir xillarni bitta savol 10 minutda hal bo'ladi. Bir xillarni bitta savol 1 minutda hal bo'ladi. G'alati, shuning uchun konsultatsiya bor deyiladi. Bu chestnada, o'sha haqqoniyda kimnidir vaziyati 2-3 kunda nima deydi, cho'ziladi 2-3 kunga. Shunaqa holatlar bor. Kimnidir vaziyati 10 minutda hal bo'ladi. Shuning uchun men undan ko'rasi dedim, qo'y dedim, halol pok bo'linglar. Bitta konsultatsiya 1 soati mana bu narx deyapman. O'sha bitta narxni belgilayapman va 2 soati mana ikkinchi o'sha 2 soati umuman boshqa narx deyapman. 3 soati umuman boshqa narx deyapman. Kimdir 1 soatdan 3 kun olyapti. Bir kunda tushunmayapman men. To'xtayman, oldin birinchisini hazm qilib olaylik. Mana o'tirgan 1 soat o'tgan vaziyatni hazm qilib olaylik. Men mana shu bittada 3 soatga to'lanadigan pulni men 3 kunda to'layman deyapti. Va bitta klient shunaqa deyapti, rosa zo'r rivojlandik. Menga zo'r ideya bo'ldi-da bu. Klientlardan chiqadi o'zi ideyada. Aytdim. Bu aytdiki, bu ayol aytdiki, men hazm qila olmayapman vaziyatni dedi. Xo'p dedim. Men maylimi dedi. Yana eng qizig'i bu ayol nima dedi? Haftada 3 marta olsam maylimi shu bitta to'lagan pulimni konsultatsiyani dedi. 1 soatda mana masalan haftada 7 kuni mana bugun oldim deyaptilar. Keyin mana bu kuni olaman, bu kuni. Birga hal qilamiz. Ana o'shani men orada hazm qilib olib, tushunmayman, yashab o'tyapman. Haligi savollarim tug'ilyapti va pulimni to'layapman-ku. Juda xayrli foydalanyapman dedilar. Boshida zo'r. Menga mana shu ideyani klient berdi va mana keyin men shunaqa qilib qo'ydim. Shuning uchun meni konsultatsiyamni 1 soati boshqa narx, 2 soat o'sha umuman boshqa narx, 3 soati boshqa narx. Kimlardir 1 soatdan o'sha nechadir kun oladi. Bir xillar har kuni to'laydi, o'sha har olganida to'laydi. Har olganida to'laydi. Kimlardir oldindan hammasini to'lab qo'yadi, keyin mana kuni belgilaymiz-da. Shu. Chunki oldindan belgilamasam men shu kuni masalan esimdan chiqib ketishi mumkin yoki boshqa ishlar bilan berilib ketishi mumkin. Bu yana bitta savolingizga javob bo'ldi. Xo'p, mana haqiqiy savolingizga javob. Sizda shu bir qiyin vaziyat bor edi, mana hozir bir ham achchiqqina, bir ham sizni asabingizni o'ynayotgan vaziyat. Sizni baxtsiz qilib asabiylashtirgan vaziyat, o'g'illaringiz, ikkita o'g'lingiz bir-biri bilan ko'p urushishi. Bir-birini do'pposlab ketadimi, va arzimagan narsaga urishadi. Eng qizig'i
erim kelsa uchalovi urishadi do'st va erim ikkalovini urishib ketadi va masalan o'sha ishkalini ham ishkalmasini ham baravar jazolaylar. Keyin o'rtada konflikt bo'ladi, keyin o'g'illari menga kelib aytadi, men siqilaman. Mana shu uchala insonni qilig'idan men ko'p yillar davomida azoblanib kelyapman. Ne bular bunaqa dedingiz. Xo'p. Birinchidan tarbiyadagi nuqsonlik, bu birinchi xato. Tarbiyadagi nuqsonlik. Ikkinchisi, qush, mana bola uyida ko'rganini qiladi. Uyida ko'rganini qiladi va uchinchisi nasliga tortadi. Qonidagi ma'lumot, o'sha qonidagi ma'lumot o'zini borligini oshkor qiladi. Bu degani bular bir-biriga mehrsiz, bir-birini yomon ko'radi degani emas. Bular o'zini nimaga unaqa tutayotganini ko'p masalasi bor. Birinchidan sizlar bularni solishtirasizlar. 4-masala, aka-ukani solishtirasizlar, bir-biriga dushman yaratasizlar. Ko'pchilik xatosi hamma qilib ko'rgan bitta-bitta. Ilmsizlarda, ilmlilar bunaqa xato qilmaydi. Bilganlar qilmagan, bilmaganlar hamma shu xatoni bolasi bilan qilib ko'rgan. O'zimiz bilan ham. Ota jazolashmas, tushuntirish kerak edi. Do'pposlab urishmas, urib zo'r bo'lganda hammamiz zo'r bo'lib ketgan bo'lardik. Nega unaqa bo'lmadi? Masalan, tushuntirish kerak, nega bunday bo'lyapti? Masalan, mana qo'limizni men har doim aytaman-da, qo'lim, bosh barmog'im, bosh bolam, o'rtancha bolalarim, kenjasi deyman. Hammasi menga aziz. Mana shu nima deydi, jonimga juda ham yaqin deyman. Bosh bolamni qandayligini boricha qabul qilaman. O'rtanchalarini ham, kenjasini ham. Hammasini o'z o'rni bor. Bir xil bo'la olmaydi bular. Qiladigan ishi ham boshqa, bu dunyodagi vazifasi ham boshqa, rizqi ham, hamma narsa boshqa. Mana shular shunaqa deb tushuntiraman. Men bunisi qiynalsa ham qiynalaman, bunisi qiynalsa ham qiynalaman, bunisi qiynalsa ham qiynalaman. Menga farqi yo'q. Bunisi kichkinaroqdir. Bunisi masalan, nima deydi, o'jardir, qaysardir. Bilib bo'lmaydi, hammasi har xil. Men shunaqa tushuntiraman. Hammang menga bir xilsalar, lekin qaysi biringdir meni o'ng qo'lim bo'lsang, masalan, yordam bersang, qaysi biringning hali ishkalsanlar, qaysi biring bilan hali ishlash kerak bo'lyapti. Shu, lekin hammasi menga juda yaqin, men ajrata olmayman. Kesani bitta qo'lingni olib tashlaylik desa, barmog'ingni desa, olasizmi? Yo'q, qayerga olasiz? Qaysi qo'lingga niyni tiqib ko'raysiz, nima deysiz? Joningiz og'riydi. Qaysi bolang qiynalsin desa, joningiz og'riydi, tanlay olmaysiz. Shunaqa darajada tushuntiraman, bu et bilan tirnoqdek, bu tanadek, onani tanasidan kelib chiqib dunyoga kelyapti. Tanasini bir bo'laklari bolalari. Shuning uchun har biriga achinadi, har biri bilan ishlash kerak-da. Bolani solishtirmaylik. Bizni muhabbatimizni ular tushunmaydi. Biz mana shunaqa misollar bilan tushuntiramiz. O'shanda mana shu narsalar bo'lmaydi, o'sha tarbiyadagi nuqsonlik bo'lmaydi. Mana shu bilan juda ko'p ishlash kerak, lekin juda ham ko'p ishlash kerak. Tushuntirish kerak bolalarga. Va keyin sizlar bolalarni salga jazolayapsizlar. Asli tushuntirish kerak edi. Tinmay kerak bo'lsa 2 soat ketadimi, 3 soat ketadimi, haftalab kun ketadimi tushuntirish kerak. Ana shuni bular tushunadi. Xuddi hozir aytganimdek. Jazolash, nima deydi, bularni qahrini qattiq qo'yadi. Bir-biriga nafratini ko'paytiradi. Ikki insonni adolat qila olmaysa o'rtasida, chunki adolatni Alloh o'rnatib qo'ygan. Buni qalbini quloq solib, keyin bir go'zal yechim qilsangiz, shunda adolat bo'ladi. Ota o'zicha uyga kelib birdan konfliktni orada bo'layotgan mamunda muammolarni ko'rib kelib, uni ham jazolasa, buni ham jazolasa, bo'ldi o'sha. Qayerdadir bunisi ishkalaydi, bunisi o'zi jabrdiydi edi, qiynalgan bu edi. Bu xafa bo'ladi. Ma'milida men har doim azoblanaman deydi. Shuning uchun bir-biridan nima bo'ladi? Rishtalar uziladi. Rishtalar buziladi. Biz to'g'ri yechim qilmaganimiz uchun, bolalarimizning o'rtasida bo'layotgan masalalarni to'g'ri yechim qilmaganimiz uchun biz uni undan battar qilamiz. Muammoni hal qilmaymiz mana mashda. Biz uni o'stirib berdik qaytanga. Bola kelajakda 30, 40, 50 yoshda ham mana shu ahvolda yuraveradi. Bu yechilmas edi. Jazolash va shuning uchun siz qilasiz. Chunki sizni ichingiz nima deyapti, qalbingiz? Bu ish noto'g'ri deyapti. Erimni kelib urishi noto'g'ri, bolalarni urishi noto'g'ri. Aslimizga to'g'ri kelmaydi. Yechim mana bular edi.
to'g'ri yechim qilish. Ana endi bu sizga qayerdan keldi? Bu sizga mana og'riqlaringizdan keldi. Shunda bilinib turibdi. Mana shu voqea sizda oldin ham bo'lgan. Adingiz, akangiz masalan ishkallar qilib kelganlarida, ish orttirib kelganlarida, xuddi mana shu bolalarga o'xshab, ish orttirib kelganlarida adis tushuntirmasdan jazolagan ekanlar. Siz bunga mana shirin ko'zchalaringiz bilan ko'p guvoh bo'lgan ekansiz, ko'rgan ekansiz. Qalbingiz og'rigan ekan, yig'lagan ekansiz, shunda bilinib turibdi. Va ko'p azor chekkan ekansiz mana shu narsadan. Bu 1-2 marta bo'lmagan, bu holat ko'p bo'lgan va mana tanada axborot manbai o'sha bazada bu ma'lumot yaxshigina joylashgan mana. Shuning uchun siz buni ko'ryapsiz. Bunga rozi bo'lmagansiz, ko'p rozi bo'lmagansiz, ko'p. Endi aslida bu voqea qonda bo'lgan. Qonda bo'lgan, butun gaplaringizdan hamma narsa ma'lum bo'ldi-da. Qoningiz mana bu voqealarni mana siz ko'zingiz bilan ko'rdingiz bu voqeani. Bu voqeaga guvoh bo'lyapsiz. Qarang. Ko'zingiz bilan ko'rdingiz bu voqeani, azoblandingiz. Keyin voqeaga endi guvoh ham bo'lyapsiz, yana azoblanyapsiz. Mana bir-biriga kelyapti mana. To'xtatmasa shu yerda, yechim qilmasa bu dalsha ketaveradi. Ana endi bu qayerdan kelyapti? Qayerda? Qoningizda mana shu voqea bo'lgan. Sizni mana ichki dunyoyingiz erkaklar bir-biri bilan chiqisha olmay urushyapti deyapti. Bu kim? Erkak. 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 Hammasi erkakmi? Farqi yo'q, ko'rasan. Qoningizda shunday ma'lumot bor. Bu nima bu? Axborot. O'sha bazasida axborot. Bazasida sizda DNK'ingizda erkaklar bir-biri bilan chiqisha olmaydi, kelisha olmaydi, urushadi, talashadi, rishtalar uzilgan degan ma'lumot bor, mana shu bor. U bularga ham tegishli emas edi. Bu qoningizda bor ma'lumot azaldan mana bo'lgan. Bu o'sha nasl ma'lumoti mana. Aytadi, nasling kim deydi, sen shunday yashashga moyilsan deydi mana. Bularda erkaklar urushishgan, aka urushishgan, aka-uka, ota-bola urushishgan, yer talashishgan. Bilinib turibdi shunda, yer talashilgan, uy talashilgan. Anaqa nimada yer bor-ku, dehqonchilikda yetishtirish uchun gektar yerlar talashganda, ota bu o'g'liga ko'proq yer bergan, chunki bu zo'r yetishtirganda, bu o'g'liga kamroq bergan. Shundan konflikt bo'lgan, bu o'g'il ota bilan nafratlangan va bundan nafratlangan. Bilmayaptiki, ota nega bunday qarorga keldi? Chunki bu o'g'li yerdan haqiqiy zo'r hosil olyapti, zo'r. Bu bolaniki bir hosil o'xshayapti, bir o'xshamayapti. Buni ishi emas-da. Shuning uchun ota qo'rqyapti-da. Yerni bu o'g'liga bergani. Shuning uchun bu o'g'liga ko'proq bergan. Bu bola birinchidan agar juda ham mana shu narsani tafakkur qilganda, birinchidan bu yerda ham eplagan bo'lardi. Tafakkur qila olmagani uchun bundan ham talashib, tortishib ichki janglarda yashagan. Norozilik, erkaklardan norozilik. Va bu norozilik albatta rozi bo'linmaganmi? Tan olinmagan, qabul qilinmagan, rozi bo'linmagan, qo'yib yuborilmagan. Qarabsizki, mana shu holatdan o'tmagan har bir minus holat takror hayotimizga kelaverar ekan. Mana keldimi? Keldi. Shularni naslimi? Shularni nasli. Nima talashyapti bular? Bu yerda yer emas, bular dehqon emas o'sha. Bular umuman boshqa narsa talashyapti. Va tushuntirmayapti. Bu yerda ham nima edi? Ota tushuntirmadi o'g'liga. O'zi qaror qabul qildi. Mana eng qizig'i, mana shu narsa juda ham buzg'unchi narsa-da. 3 kishi o'rtasida vaziyat ketyapti. 3 kishini roziligida hal bo'lish kerak edi. 3 kishi mana. 3 kishini farqi yo'q-da, u shaxsiy hammani bir-birimizni hurmat qilishim kerak. Men otaman, hamma narsani hal qilaman emas-da. Ota deyli, mana ota qaror qabul qilyapti, bu o'g'liga yoqadi, bu o'g'liga yoqmayapti. Shuning uchun tushuntirish kerak qarorini. Tushuntirmas ekan,
dushmanchilik rishtalari, norozilik, birinchi norozilik bo'ladi, keyin dushmanchilik rishtalar bo'ladi. Rishtalar buziladi, nuqson yetadi o'rtadagi, mana bu bilan munosabatiga, bu o'zi bilan munosabatiga nima deydi, putur yetadi. Shuning uchun erinmasdan men kimman tushuntiraman o'g'limga, kim bo'pti men unga tushuntiraman emas. Unda mana shu xaltani, mana xalta muammolarga tayyor turaversin. Bitta tushuntirishga vaqtini sarflamagan odam mana qilgan ishini natijalari bilan kurashaveradi. Yo'qotdimi shuncha natijalar bilan kurashish, unda yuraversin. Mana hammamizga tegishli-da. Shuning uchun polizda shunday informatsiya turibdi. Mana bular mana shuni qilishmagan. Bir xilla ota aytadi, meni haqqim bor, meni shaxsiyatini men bilaman senga nima yaxshiligini deb. Sen bilsang mana shuna xalta muammolar bilan yurasan. Yaxshi qaror qabul qilyapti ota, lekin uni har bir farzandini o'tkazib tushuntirish kerak edi. Kerak bo'lsa bu farzandiga dehqonchilik borasida bir bola qila olgan ishni ikkinchisi ham qila oladi. Tushuntirish kerak edi va ikkalasi kerak bo'lsa yordam berib, bu ham o'zini urvinini o'stirishga yordam berish kerak edi. Ana shunda mana bunaqa xalta muammolar bo'lmasda, endi to'g'ri biz ayblolmaymiz, chunki bu yerda shunaqa tafakkur, shunaqa ilm, shunaqa tahlil qilish bo'lmagan. To'g'ri tahlil qilish bo'lmagan. Ana endi sizda mana shu narsadan boshlangan, endi undan tepalarini men bilmayman, u yog'iga qaramayman. Mana shu narsa boshlangan, yer talashish, joy talashish. Oldinchi biz hozir mana ishlab qatador pul topsak, oldin yer bilan hal bo'lgandi. Boylik, yering qancha gektar ko'p bo'lsa, o'tga ko'p narsa eksang, ko'p daromad olsang, ko'p nima deydi, yetishtirsang, shuncha boy bo'lganda. Shu zamonda mana shu sizlarni qonunligi, mana DNK axborot manbai bazasiga mana shu bir erkaklar bir-biri bilan chiqisha olmaydi, urush bor, nizo bor degan bitta urug' bor. Mana shu sizni qoningizda bor, siz ko'tarib yuribsiz. O'zingiz kamiga mana o'sha onani qornidagi nutfa bo'lib, sekin rivojlanib, mana shunaqa darajada yoshga kelganingizda, bilmayman necha yoshda, bu yerda 12 yosh bo'lganmisiz, 9 yoshga o'xshayapti. 12-9 yoshgacha mana shu azobni ko'rgan ekansiz, og'riqni. Mana bularning og'riqi qonda bor. Qondan siz 9-12 yoshingizgacha bo'lgan periodda, bular bilmayman necha yosh bo'lgan, bularni mana shunaqa manzaralarni mana shirin ko'zchalaringiz bilan ko'rib azoblangan ekansiz. Kirgansiz, bekitqichga kirib yig'lagansiz. Adam tushunsalar bo'lardi akamni. Akam ham sal gap qaytarmay tursa bo'lardi degan ekansiz. Xo'p, bu o'sha qarang mana 9, bu 2 marta emas-da, 9 yoshdan 12 yoshgacha. Bu katta suruk. Ana endi bu narsa o'zingizga tegdi. Endi ota o'rnida mana ota, bola o'rnida ikkita o'g'lingiz. Ikki o'rtasidasiz endi. Endi kim taraf bo'lasiz? Ko'rasiz qanaqa halol, adolatni qarang, go'zalligini topib. Siz uchun kulgili emas, lekin mencha prosta analizlarimdan nima deydi? Analizni holatidan kelib chiqib aytaman, qanchalar adolat o'zi shaffofligini-da. Mana ichingizda shu holat. Mana buni tanlaysizmi? Bolalarni tanlaysizmi? Kim profil, siz nima deb o'ylaysiz? Kim hozir shu yerda adolatli ish qilyapti? Kim? Otami, bolalaringizmi? Qaysi birini yonini ola olasiz? Hech qaysinisini. Bir inson, mana bu yerda 3 inson. Qarang. Voy, mashalloh. 3 tamida boshida. Hozir ham 3 tami? Voy. Xullas. Tushundingizmi nima demoqchiman? O'zim hozir ichimda to'lqinlanib ketaman. Xullas, mana ota, mana ikkita o'g'il. Adolat o'rnatolmayapsizlarmi hali ham? Ha. Ana endi uchala inson hozir xato qilyapti. Uchalasi ham xato qilyapti. Bo'tacha mana bu insonning bular azoblanishi bu adolatsizlik bo'ladi. Yoki bu insonning bular azoblanishi adolatsizlik bo'ladi. Yoki bu insonning bu ikkitasi azoblanishi adolatsizlik bo'ladi. Bu hammasida bor. Hammasida nechidir foizdan bor. Bilib bo'lmaydi. Nechidir foizdan har birida o'ziga yarasha xato bor. Har biri o'zini xatosini tan olish kerak. Ota birinchidan eshitmadi, ikkala o'g'ilni eshitmadi va o'rtasini isloh qilmadi. Uning xatosi. Isloh qilmadi. O'zi hammangga dedi, o'zi qaror qabul qilib jazoladi.
o'zini bularni jazolayman deb o'ylayapti. O'zini jazolayapti ota. Chunki bolalaringizda ertaga katta muammolar bo'lsa kim qiynaladi? O'zi qiynaladi. Siz qiynalasiz. Shuning uchun to'g'ri tushuntirish kerak edi. Mana bu yerda bolalar o'sha yer talashmayapti mantiga o'xshab. Umuman boshqa narsa, hayotiga o'rnini talashyapti. Bittasi aytadi, nimaga deydi, meni har doim ayblayverasiz deydi. Bittasi nimaga men buni deb gap eshitiraman deydi. Qani adolat deydi. Birinchidan bu bola ukasini tushunishni, kimdir kuchli, kimdir zaif bo'ladi. Kuchlilar zaiflarni ezish emas, tushunish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Mana bu yerda xuddi shu muammo bor sizlarning. Bu bolani oti kuchli degan, yerni zo'r jonini kirg'izib, jigarni chiqarib ishlaydi va hosildorlik unda vashi shikarni zo'r deyapti. Ha, bu bola zo'ra, bu nima degani? Bu bola kuchli. Kuchli, ishi borasida juda kuchli, a. Buni zaif ishi borasida deyapti. Kuchlilar zaifni chetlashtirish emas, kuchlilar zaifni chetlashtirish emas, zaifga yordam berish kerak edi. Tushunasizmi? Bular qila olardi. Shunda zaif bularni hurmat qilardi, rishta go'zal bo'lardi. Bu yo'lni tanlashmadi, qarang, o'zi oson edi. Mana bu yerda ham oson edi. Ana endi sizingizda ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Kuchlilar qani zaifimiz, mana zaifga udar bo'lyapti, mana kuchlilar. Xuddi shu narsa davom etyapti. Bu o'zining ishini ustasi, o'ziga ishonchi baland, shuncha talashyapti. Ada, qani adolat? Nimaga men buni uchun gap eshitishim kerak deyapti. Bu ota buni jazolayapti, buni ham jazolayapti. Bu sen akasan, sal qo'llab ishing kerak, u bu deyapti, tushuntirmasdan talab qilyapti, talab kimga yoqadi? Buni jazolashyapti. Xullas, keyin bu o'g'li nima deydi? Bu zo'r bo'lsin o'ziga debdi, urush bo'lib ketyapti. Ko'rasiz, xuddi shu gaplaringiz. Ana endi nima qilish kerak edi? Bu ota tushunish kerak edi. Hamma ham kuchli bo'lib tug'ilavermaydi. Kimdir tug'ma kuchli bo'ladi, kimdir yillar davomida rivojlanib kuchli bo'ladi. O'sha bilinib turibdi, mana o'g'lingiz yanvar oyida tug'ilgan, shunda bilinib turibdi. Buning o'sha anaqasi nima deydi? Vazifasi zaiflarga yordam berib qo'llab-quvvatlash, ezish emas. Endi biz obdon bizga berilgan Alloh bergan vazifani biz obdon uni nolda his qilamizda, obdon tushiramizda, keyin bu narsadan qiynalamizda, qiyinchilik bo'ladi, keyin mana shu vazifani sekin menda ham shunday bo'lgan ko'taramiz o'sha Alloh aytgan o'rniga. Bu yerda ilm yordam beradi, o'zligiga qaytish, uyg'onishda. O'g'illaringiz ham mana xuddi shu ish qilyapti. Kimgadir Alloh ilm bildiradi va sekin mana nega hozir gaplashamiz. Tushunasizmi? Xohlasangiz o'g'lingizni o'zi bilan ishlash kerak. Yoki mana shu videoni ko'rsatsangiz bo'ladi, o'zi shundoq ham zo'r tushunib oladi. Unga bemalol ruxsat beraman. Xullas, mana tushunasizmi? Kuchlilar zaifni ko'rganda yordam beradi va duo qiladi, qo'llab-quvvatlaydi, aslo chetlashtirmaydi. Sen cho'tta nuqsonlisan, sen bir nitosan demaydi. Bu shunaqangi dushmanlik rishtasi ko'payib ketadi. Bularga nisbatan norozilik, mana любой norozilik har doim chizishga joy qolmaydi bora. Shunaqa ko'p ma'lumot beramanmi? Alloh ismi bilan. Любой norozilik yillar o'tadi. Любой ishoninglar dushmanchilikka aylanadi. Kutib turing, mana mashta shunaqangi holatlar bo'ladi, hayratda qolasiz. Aka, o'zi bilan shunaqa qilish mumkinmi? Mana shuncha yillar zaharlaydi. Norozilik bu zaharda, dozasi kam. Ko'payadi dozasi ko'payaveradi. Ishoning, o'sha bemalol yomonlik qila oladi. Chunki dozasi juda katta bo'ldi. Mana bitta qila olmasdi dushmanchilik. Yillar o'tib ketganda olma. Shuning uchun ota-ona ko'zini ochish kerak. Bolasini o'rtasidagi holat yomonmi? Hozir kichkinaligida isloh qiling. Bu qo'rqinchlik. Kuchli jins vakillar har doim zaiflarni qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarga kim qatdan o'zi bu kuchni berdi? Sizlarniki deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, Alloh berdi. Nega? Bularni ezib pastga tushirishchi emas, bularga o'sishni o'rgatish uchun. Mana shu hamma kuchlilarning vazifasi. Yer go'sh emas.
yerga urilayotgan bolalarni urinini o'stirishga yordam berish. Shu xudo xolisa. Bilasizmi, mana hozir siz borib, mana shu vaziyatni ishlayapman deb o'ylaysiz. Siz mana bu vaziyatni ham ishlayapsiz. Mana qoningizni ko'tarib yurgan mana shu ikkita vaziyat, mana shu vaziyatni ishlayapsiz. Bu vaziyat tozalanadi ishlashingiz bilan, bu vaziyat tozalanadi, chunki ko'zingiz bilan ko'rgansiz. Mana bitta muammo, mana Mamatdagi muammo. Ajdodlarda bo'lgan mana 3 talik jang bor. Mana shu bundoq ko'paygan. Sloy-sloy, qavatma-qavat, hamma o'zinikini qo'shgan. Mana bu voqea qo'shilgan, bundoq bo'lib. Keyin bu voqea qo'shilgan. Bu voqea siz uyingizda necha marta bo'ldi? Ko'rasizmi? Siz har gal mana shu darsni eshitganingizda, mana karom kabi mana o'ziga mana shu qavatlar birin-ketin ketadi. Bu borib mana masalan mana shu narsa bunday kamayadi. Keyin bunday kamayadi. Keyin bunday kamayadi, keyin urug'-purug'i bilan yo'g'ib ketadi. Hamma o'ylaydiki, bu mana shunday muammoni shoira bittada yo'q qiladi. Nima bo'ladi sizlarga? Mana sizlarga mana shu ishlash jarayonini ko'p takrorlab, qayta eshitib, fikringiz mana eski o'sha yomon fikr, mana bir fikr, kuchli filday fikr ozdan o'zgaraveradi va nihoyat katta mana bunaqa muammo yo'q bo'lib ketadigan, mana 0 yo'q bo'lib ketadigan darajaga keladi. Shunaqa hal bo'ladi. Men faqat tushuntiraman, lekin fikrni siz o'zgartirasiz. Men kirib miyangizga fikringizni o'zgartirmayman. Bugun eshitib sizda bilmayman, balki 2% ta'sir qilgandir. Keyin bu 20% ga chiqadi. Keyin yillar davomida kunlar davomida bu 40% ga chiqadi. Keyin xudo biladi 60% ga chiqadi. Bu hali chala. Mana shu 60% da zo'r bo'lib ketdi deb to'xtatib qo'ying, yana shu holatga keladi. Yana shu holat mana bir xil ishlaydi, mana shuni tozalaydi, bunday tozalaydi. Mana holatga kelganda, bo'ldi, zo'r bo'lib ketdim deydi. Ma'mila hali olinmadi. Deb vaqt o'tadi, mana shu yerda qolib ketdikmi? Vaqt o'tadi, bu ko'tariladi, mana urug' bor. Shuning uchun o't misolida aytaman, urug' qolib ketdi. Urug' o'sadi, yana mana shu holatga kutib turing, yillar davomida keladi. Shuning uchun 40 kun deyman, kimgadir 3 oy deyman, vaziyat katta bo'lsa ko'proq qilasiz mana. Men qilmayman, sizlar qilasizlar. Men o'zimning muammolarimni ishlayapman. Men sizlarga tushuntiryapman, sizlar eshitib darsni fikringiz borgan sari kuchayib boradi, battamon shu vaziyat yo'qqa chiqadi. Yo'q, bo'ldi, urug'i ham yo'q, mana top-toza yo'q. Shuning uchun men просто sizlarga tahlil qilib berdim. O'zingizning izningiz, Alloh izni bilan va sizning harakatingiz bilan o'zgaradi vaziyat. Men просто tushuntirib berdim. So'zlarim ta'sir qiladi, hissiyotlarim ta'sir qiladi, tushuntirishim, tahlillarim ta'sir qiladi va sizga bu ta'sir shunaqa darajada bo'ladi. Sizning ichingizdagi bitta chigal bir yomon vaziyat borib tozalanadi. Dog'i, даже urug' hech narsa qolmagunicha tozalanadi. Ana shunda bitta vaziyat ketdi deb bilavering. Eng qizig'i sizdan ham, bolalaringizni hayotidan ham, eringizni hayotidan ham, ajdodlardan ham ketgan bo'ladi. Qanaqa darajada deyman, mana 7 ta tepadan tozalanadi, 7 ta pastdan tozalanadi. Bu avlodlar, bu ajdodlar. Voy xudoyim, kitobim xalaqit berdi yozishimga. Bu avlodlar. Xullas shunaqa. Shuning uchun mana shunday tahlillar bo'ladi. Ana endi sizga bitta savol. Shu tahlilni nechta pul bo'ladi? Men hozir nechta savolingizga javob berdim? Qanaqa berdim savolingizga javobni? Prosta ayting. Siz shu savolga shunaqa javob bera olarmidingiz? Siz shunaqa tahlil qila olasizmi? Siz shuni qachon tushunardingiz o'zingizga qo'yib berganda? Tushunganingizda shunaqa darajada tushunarmidingiz? Hop, ana endi siz eshitdingda, mana shu tahlilimni ko'rdingiz. Ana endi o'zingiz baholang. Siz mana meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring-da, nima deydi? O'zingizni master deb o'ylang-da. Men sizdan konsultatsiya olaman. Necha pul baholaysiz mana bitta shu savolni? Shuncha ishlab turib, siz mana shunga necha pul haq olgan bo'lardingiz?
Ha, klient o'ziga qulay yetadi. Lekin mana xuddi shu ishda bizda ham. Sizmi? Juda go'zal. Siz va men. Endi adolat qani? Bitta savol deyapsiz, lekin men hozir qanaqa darajada savolingizga javob berdim? Ha, bitta savol deylik, mayli. Mana savol bo'ldi, men javob berdim. Javobim qanaqa? Sizga yoqdimi? Buni nech pul baholasa bo'ladi? Agar konsultatsiyadan tashqarida shuni bitta savol deb qabul qiling, faqat shu uchun pul oling deydigan bo'lsangiz, mana shu bitta savolda, mana shu hozir bitta shu tahlilni nech pul baholagan bo'lardingiz? Siz ayting. Eng qizig'i shunaqa hal qilingki, master ham bo'lib ko'ring, klient ham bo'lib ko'ring. Ana o'shanda adolatli hal qilgan bo'lasiz. Men ko'pincha ishimni baholash uchun klient ham bo'lib ko'raman, master ham bo'lib ko'raman. Shunaqa. Bilmadim, hozir qo'limdan kelgani shunaqa qilib qola olmayman. Yillar davomida balki o'zi keyingi oyda o'zgarish bo'lib qolar, kim biladi. Yangilanishga tayyormiz, qabul qilamiz insongani.